Filmni tartishimda sentayni bir tushundirish maqsadda. Asosiy rollari yuz terini chingaytirish, qo'riq tushishning oldini olish, qirishni kechiktirish yoki mush holatlarni uzoq saqlab turishga foydasi bo'lgan bilan birga asosiy yuz terisi. Choch tushayotgan do'stlar bo'lsa, choch tushishni to'xtatgan bilan birga chechenlarni jonliq yoki choch chiqayotgan do'stlar. Chunki chochga lozimli bo'lgan oziqliqlarning ichida sifatli bo'lgan oqsilmi kerak. Mana bu Joyan Santay bo'lsa, sifatli bo'lgan oqsilg'im tava, ya'ni kollagenlik terapevti. Oqsilniki Finzliang bo'lsa 100 mingdan 300 minggacha. Joyan Dambayning bo'lsa, undan sal kichikroq. Joyan Dambayning undan kichikroq. Eng kichik o'g'ini shu Anjisvandan tarkib topgan 3 xil Joyan Santay. Buning 450 daltondan 800 daltongacha. Shu sababdan badanga sumirilishi 95% yetaladi. Ya'ni terliga singib kira oladi, chochga bora oladi degan gap. Bu oqsilmi sifatli bo'lgan, chochga lozimliq bir oziqlikqa tava bo'lganlikdan, shu yerga singib bora olganlikdan tushayotgan chochlar to'xtaydigan, jonsiz chochlar jonliq bo'lgan ham choch chiqadigan ahvollar. İşte iste'molchilarningki amaliy inkaslari bu. Undan boshqa ichki ajratmalarlar qalaymiqan? Ya'ni odatinglar to'xtab ketgan va yoki miqdori ozlab ketgan. Hattoki vaqti intayin oz mishta holatlarni bak yaxshilaydi. Bo'libmi? Odat mezgildagi oldidagi bir qancha kundagi bearamchilik. Mush qo'saq taraflar og'riydigan, ko'ngillar ilishadigan, beshinglar og'riydigan, beshinglar qaydigan har xil bearamchiliklar o'zingni sezmagan asos o'tib ketadi. Mushtaq inkaslarni bakchiq. Undan boshqa bu yerda men degandek qo'shimcha nurg'unlagan uyqumizni yaxshilaydigan, kayfiyatimizni yuqori ko'taradigan, kayfiyat xarakterlik bo'ladigan ishlarningki yaxshilashga foydasi bo'lgan nurg'un tarkibli qitilgan. Ya'ni tashvishlanish, xomushlik bo'lib qolsa-mu yoki uyqung yaxshi bo'lmasa, oson chechilgan bo'lib qolsa, uni shu tarafdami uning intayin yaxshi. Filmni tartishimlik asosiy sabab bo'lsa dal shu iste'molchilarimizniki va yoki yangi bo'lmoqchi bo'lgan iste'molchilar, to'rdoshlarga shu maslahatimni bir tafsiliy tushuntirib qo'yish hamda shuni ishlashdagi o'zimniki jarayonni bildirib qo'yish. Nurg'unlagan maslahatlar bor. Zavodga bordi, mishlaq narsa yasmoqchidim deydi, zavod deb turdi. Mani qatamsa, ani qatamsa, azaraqini qatamsa, 5 ko'yliqini yasamsa, 10 ko'yliqini yasamsa yoki 20 ko'yliqini yasamsa deb shularning og'zi qaraydi, o'zidan tushunti sadis. Bunun qetilayotgan qo'shimcha tarkiblarning nim foydasi va nim ziyni var. Undan boshqa buningdagi har xil kimyalik narsalar bormi, yo'qmi? Cherishdan saqlovchi moddalar va yoki tatbiqlashtiruvchi, rang kirgizuvchi deganga o'xshash. Mening maslahatimda do'stlar. Ma'nodan masalan santaydim, shangjing degan narsa, kimyalik tam tanishirish deganga o'xshash narsalar yoki rang qatqish degan narsalar yo'q. Shuning shuni tushunib oldi bilan men o'zim tushunganlikdan zavodga borgan vaqtimda mandaq narsa qatsa, ma'nodan manchilik qatsa, ma'nodan yana mana miqdorda qatsa, ikkisi berikkan vaqtda mandaq roli texim yaxshi bo'ladi degandek masalalarni o'zim yaxshi tushunganlikdan butun tarkib tuzilish retseptlarini o'zim opirib materialni ma'ni ishlatsa deb turib yasab chiqqan. Hamda kelgandan keyin shu tarkiblarini tejrib ishlab turib men degan narsa bormi, yo'qmi deganga har holda kapolat qila olganligim uchun buni ishlatgan iste'molchilar unumini ko'radi. Hamda lozim bo'lib qolsa ekran yuzidagi yoki bosh betdagi unlarni qaytib olish orqali masala so'rab o'zingizga mos qaysi setib olsangiz bo'ladi do'stlar.